Assalamu alaikum. Mening ismim Xayrigul Abduqadir. Men Sharqiy Turkistonlik. Men Sharqiy Turkistonning Qashqar shahri, Qo'g'on yeza, Hazrat Kanat 3-dadi, 3-shodi, Ko'chbish mahallasidagi Abduqadir Namanning qizi bo'laman. Men 2010-yili men vatandagi vaqtimda 2010-yili mening kaynimdagi bir singlimniki yo'ldishini to'y qilib 3 oy bo'lganda turmaga achir ketib, ma'lum vaqtdan keyin muddatsiz turmaga hukm qildi. Biz bundan qattiq qayg'urdik. Ham Xitoy hukumatining ba'zan bir nazoratlarga, tuyuqsiz uylarimizni aqtirib qilishlariga duch keldik. Shuning bilan men 2012-yili yo'ldishim va oilam bilan Saudiga inib chiqdim. Men inib chiqqandan keyin 2014-yili menki inim biz 6 bola. Mening bir acham bor, 2 singlim, 2 inim bor. Ya'ni shu eng cho'ng inim Abdurahmon Abduqadir. Hozir 26 yoshda o inim 2014-yili telefonda bir narsa saqlagan yoki bo'lmasa men bilan shu Saudiyada men bilan aloqalashgan sababli turmaga tutilib 5 yillik turmaga hukm qildi. Bundan biz oilaliklar qattiq asablandik. Men anglab o'zim ishonmay qoldim. Chunki o'yinimni onamdan bek yaxshi ko'radigan bir o'g'il bo'lganlik uchun bek yaxshi ko'radigan enimdi. Biz bu musibatga faqat chidamay qoldik. Chunki men kichik vaqtimda 5-6 yosh vaqtlarimda dadam shu tabliq so'rlarga bordim degan sabab bilan dadam 2 yil turmada yetib chiqqan. Shu sababdan dadam shu turmadan qanday qiyinchilik ahvolda bo'lganligini dadam bilganlik uchun bek qayg'urib, hattoki ba'zi kasalman bo'lib qildi. Shu 2014-yili o'tib oraliqda 2016-yili yil oxirida tuyuqsiz mening onam dadam urug'liqlarim bilan aloqam uzildi. Ular telefon qilmang bilan bizilmaydi. Biz sog'-salomat turib bo'lmadik. Telefon qilmang dedi. Men ma'qul deb qo'rqib telefon qilolmadim, qattiq ansirdim, nemish bo'lgandi ularga deb. Keyin 2017-yilning boshlarida ba'zi qarindoshlarimiz taniydigan, bizning uydagilarni taniydigan qarindoshlarimizni o'qish orqali onam dadamni turmaga solganligini uqdim. Men buni anglab, mening onam dadam bo'lganlik uchun mening bu dunyoga kelishimga sabab bo'lgan, mening bir parcham bo'lganlik uchun men faqat ishlamadim bo'lsin bunga. Onun keyingi meni achamninki shu singlimni qanday qildi? Shu turmada yo'lda turmaga muddatsiz kesib ketgan singlimni qanday qildi? Men uni bilmadim. Qolgan boshqa tuqqanlarimni nima qildi men bilmadim, chunki telefon aloqamizni kesib etgandikin. Shu vaqtda shu 2016-yilda bizniki shu vatanimizdagi qarindoshlarimizning Uyg'ur millatini sulashga Xitoyning planiga kirgizilib bo'lgan ekan. Shuni bizning telefon aloqamizni uzib, ularni izdireksiz yo'qotib etmoqchi maqsadda bizning hech qanday ovozi bu planning ovozi chiqmasin deb bizning telefon aloqamizni kesib etgan. Mana hozir 2 yil bo'ldi shunga. Men hech qanday izdirikni olmadim. Achamninki mening ustimdagi acham Tursunay Abduqadirning 6 bolasi bor. 6 bolasining 3 nopos-chida, 3 noposining sirtida. Ham shunani men shu achamni oilasidagilarni planda sirt bol tug'ibsan deb xabqaliq xabarini olgandim. Hozir ularning qaysi ahvolda ekanligini bilmayman. Men bu so'zim orqali butun dunyadagilarga shuni qilmoqchiki, hozir Xitoy tajovuzchilari o'ziniki vatanda Sharq Turkistonda lagerlarni, unda lager deydigan, turma deydigan yana mavjud emasligini, bizning Uyg'urlarga bostirayotganini qattiq inkor qilib, ya'ni men anglashimcha biz Sharq Turkistonda nurg'unlagan oilalarni xonavayron bo'lishidan biz saqlab qoldik. Nurg'un insonlarning o'lishidan saqlab qoldik degan qop-qora yolg'onni o'tirg'ach butun dunyo xalqiga bayonot e'lon qildi. Biz bu butun
Chet elde yaşayotgan biz Uygurlar bunu anlap fakat sabır kılıp duramadık. Onumuzdan dest olduk, qattiq gazaplandık. Bizga bu kılıngan qattiq hakaret, qattiq yalgan bu. Eğer bizim onda vatanımızdaki atalarımız onda kılmagan bolsa, nima üçün bizim telefon alakamızды kesiltidi? Nima üçün kolda temirden sunuqum bulmagan, koldan mağdur ketken şu qira momaylarni nima üçün türmege solaydı?